Assalomu alaykum. Instagram tuzumsizlar charchamayapsizlarmi? Xullas, Raycenter obyektimiz bitta inshaalloh. Birsizlar sizlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Mana bu yoq oshxonamiz bo'ldi. Pollari, devorlari, gips koridorlari ham bitta emas, почти. Bu yoqda mana zalimiz. Xudo xolasa svetlarni yoqib ko'rsataman. Inshaalloh. Podsetkalar ham bir tekislikdan o'tiribdi inshaalloh. Chotki bo'lib. Dekorativniy narsalar ham yopishtirgan edik. Ular ham chotki chiqqan. Pollari mana hech qanday qiyshiq joyi yo'q. Patololari ham tekis. Oppoq, tinov bo'lgan inshaalloh. Bu yoq spanligimiz. Spanligimiz ham tayyor. Inshaalloh. Chiroyli bir tekisda akkuratniy aboylarni yopishtirib, tegalarni qilganmiz. Xullas, devor, pol, patolog, tegalarni o'zimiz qilganmiz xizmatini. 20 kunlarda inshaalloh mana shu kanaliga bitirib berdi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, chiroyli chiqqan narsa. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, videoyimizda nomer qoldirib ketamiz. Shu nomerga telefon qilib aloqaga chiqib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat.